Topishda eng zo'r modlar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodi do'stlar. Do'stlar, bugun biz top 3 ta eng zo'r modlarni ko'rib chiqamiz. Qanunda biz boshladik. Bizning birinchi modimiz do'stlar, bu mobga aylanish modi do'stlar. Ko'rsangiz hayron qolasizlar. Xuddi mendek inventarni ochib oling o'zi. Mana keyin o'sha yotoqchani ustidagi eng pastga tushirasiz. Bu modni o'rnatganingizdan so'ng va ko'rib turganingizdek bu mod chiqadi. Bitta o'tirasiz, qaysini tanlaysiz va bitta turasiz. Bu ya'ni bir nima, umuman urushmaydigan, siz ursangiz qochadigan moblar. Ko'ryapsizmi? Bu Alley talaffuzini xato qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Qani unda bizdagi avval bitta bosib turasizlar va bu passiv, ya'ni o'sha nimalar, bu uchadigan qattiq xavfliroq. Bularni ko'rsangiz juda ham qiyin o'ldirish. Ana shular do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek biz mana odamga aylanib oldik. Endi yana natural, ya'ni ish qilib bularni o'ldirib bo'ladi, lekin ish qilib o'ldirish qiyinroq bo'lgan moblar. Bu esa Enderman. Bularning qobiliyatini ishlatish uchun o'tirasiz va bizga 21 sekunddan keyin qaytib qobiliyatni ishlatishni beradi va odamga aylanib biz bosslarga aylanamiz. Shoshmanglar, to'g'rilab olay bossga. Qanday to'g'rilayaptilar? Bo'ldi-yu, lekin hozir. Oppa, mana endi shunday turasizlar. Mana 4 ta boss bor. Bizda Ender Dragonga aylanib ko'ramiz. Tak, mana do'stlar, Ender Dragon. Mana biz ucha olamiz. Va biz odamga aylanamiz. Men o'zi Vardenga aylanmoqchi edim. Tak, hoppa, mana bitta turamiz va Varden do'stlar. Mana do'stlar, Varden. Zo'r. Qo'lini qaranglar, kattaligini Vardenni. Mana bunday bitta o'tirsalaringiz kuchi ishlab ketadi. Vardenni kuchi chekishli. Qani Vardenni kuchini tekshirishni urib ko'ramiz. Ko'rdinglarmi do'stlar, agar odam bo'lganimizda bizga bunday qobiliyat bermasdi. Yana qarab, odam hech qachon otni 1-2 zarbada o'ldira olmaydi, faqat bu Vardenning qo'lidan keladi. Maza. Endi Varden ekanimni bilib qo'ydinglarmi do'stlar? Endi bizda keyingi modimiz bu har xil yuzli modlar do'stlar. Buni qaranglar. Millioner bor, jahldor bor, keyin oddiy bor, amakicha. Bunisi crazy bor, bunisi qamoqxonali, bunisi kulguchali, bunisi bilmadim. Bunisi qo'rqinchli, horror, bunisi oddiy. Bu hali ham ko'p, lekin hammasini ko'rsam modni qiziq qolmaydi. O'zingiz ishlatib ko'rishingizni maslahat beraman do'stlar. Qanunda bizda keyingi modga o'tsak bo'laveradi. Bizda keyingi mod bu kaijular modi, ya'ni Monster vs kaijulari. Bunda bizlar demak bizga mana Kong bor, tak nima Sitila, Godzilla, tak Mafsail va yana boshqalar. Tak mana hoppa hozir. Va mana do'stlar, bizda bir bolta do'stlar, bolta. Bu ko'yning boltasi do'stlar. Bunisi esa bu yordamda uchsak bo'ladi. Mana hoppa. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Biz ucha olamiz. Mazza deb uchyapmiz do'stlar. Tak, endi bizga keyingisi do'stlar, bu King Kong do'stlar. O'sha boltali King Kong. Bu Godzilla Kongga qarshi filmida chiqqan. Bu Sitila do'stlar. Bu yangi Imperiya filmida chiqqan Sitila. Sitilaning ikkita ko'rinishi bor. O'shalardan biri bor do'stlar. Sitilani qaranglar. Dahshat. Tak, King Kong bilan o'zi urushadi bu. Amal urushganda biz Godzillasini ana urushyapti, qaranglar. Qaranglar, hoppa, ko'ryapsizlarmi do'stlar? Ko'ryapsizlarmi? Keyingisi bu albatta Monsterverse'ning yuragi bo'lmish Godzilla do'stlar. Hozir qo'yib olaylik. Va mana do'stlar, Godzilla. Monsterverse franshizasining yuragi do'stlar, alfa maxluq. Zo'r. Keyingisi bu Mafsail do'stlar. Mafsail va mana buni qaranglar do'stlar, kattaligini qaranglar. Bu hattoki Godzilladan birozgina kichikroq ekan.
Vau, buni qaranglar. Bu yerda daraxtlar bor. Qiziq, bu daraxtlarni ko'rmay qoldik. Bu daraxtlarni ham cho'ksak bo'ladimi? Ha, mayli. Tak. Mana orqadan zo'r ko'rinar ekan, do'mi sal-pasal ekan, mayli. Keyingisi bu begemot do'stlar. Ha, aynan begemot. Tak. Opa, mana do'stlar, baqirishini qaranglar. Lekin bu sizlarga eshitilmaydi baribir. Tak. Keyingisi bu Motraning pilidan chiqqan holat ekan. Xo'p, yana boshqa motralar. Tak, Monsura, tak. Mana motra, mana ikkinchi motramiz. Keyingisi bu Muto do'stlar. Skar, bo'pti, Skar. Keyingisi albatta bu Shimo do'stlar. Shimoning ikkita holati. Holat emas, keyingisini keyingi obzor qilaman. Bunisi do'stlar Muto. 3 ta Muto do'stlar. Tak, olib olamiz hozir. Tak, endi bularni sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib do'stlar biz Shimoni sinaymiz. Shimoni qaranglar do'stlar, biz o'zi buni boshqarishimiz mumkin. Mana nima qilsak, bu o'zi olov o'tadi, ya'ni muz o'tadi. Motrani o'ldirdi, ha mayli, o'tadi. Ko'rib turganlaringizdek, keyingisi va yana o'tadi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Biz shunday qilib uni boshqarishimiz mumkin. Xohlagan maxluqimizga qarshi qo'yishimiz mumkin. Keyingisi bu erkak Muto. Ha, xuddi 2014-yildagi Godzilla filmidagi Muto. Bunisi urg'uvchi Muto. Zo'r do'stlar, buni qaranglar zo'rligini. Zo'r. Keyingisi bu Mutoni men filmlarda ko'rmaganman. Muto Prime demoqchi edim, lekin bu umuman Muto Prime'ga ham o'xshamayapti. Buni qaranglar. Sal tuzilishi juda boshqacha bo'lgan Muto do'stlar. Balki bu qirolicha Mutomi deyman do'stlar, qirolicha. Godzilla maxluqlar qiroli filmida chiqqan qirolicha Muto. Tak, mayli, keyingisi Motrani sinab ko'rishimiz mumkin do'stlar. Uzr. Mana do'stlar, Motra. Maxluqlar qo'shasi. Bunisi esa Skar do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqalar hali mening modlarimda hali do'stlar, men ko'p modlar olaman va bu 50 ta bo'lgandan so'ng men buni o'z Telegram kanalimga tashlayman do'stlar. 50 ta laykdan so'ng buni sizlar mening Telegram kanalimda ko'rasiz.